Ali mektepte tutturgan. Kabul. Gideyiversin emmesi. Oğala erkek. Katlaşmasam katlaşmayın. Kral saklayma. Sen 3. numaralı tamam. Efradet. Ayak götürelim siz. Allah. Ben sizi tanıdım. Ben mi sizi tanıdım? Yemek benim o ya. Sattar. Hacum. Neyse. 欢迎大家收看 Zdash APP 独家播出的快乐100%栏目。Salam qildik yurakdan, barcha yurak bilsin deb, chaqchaq etib atkeldik, kulmaganlar kulsin deb. Maqsadimiz hammaga kulki berish, zo'q berish, kuldirsak sizlarni, yo'qdir bizda o'kinish. Salam ekran oldidagi ko'rmanlar. Salam hurmatli baholovchi ustozlar. Salam naq maydondagi karxonchilar. Birinchi qaror kuldir programmamiz nihoyat muvaffaqiyatli oyoqlashib, Şinjan Bilixyar Elektron Fan Texnik Çəkiliş şirkəti İzdash Kino App Detali xas nomi bilan ikkinchi qaror İzdash kuldir programmasi orqali yana sizlar bilan yuz ko'rishdik. Didor G'animat. Unda bo'lsa programmamizning kun tartibi bo'yicha muhtaram ustozlarimizni bir tanishtirib o'tsam. Hurmatga sazovar ustoz, dangliq san'atkor Abdulla Abdurahim ustoz, xush keldingiz. Köp qirliq, talantliq san'atkorimiz Xalmurat Ömer efendim, xush keldiniz. Baholovchilarimiz ichidagi Yigani Gul, dangliq aktyor Guljamal Matniyaz xonim, xush keldiniz. Programmamızın baş rejissori, elgi tunulgan yosh san'atkor Jurat Vohid efendim, xush keldiniz. Kuldir programmamiz yo'lga qo'yilgandan buyon izchil karxonchilarimiz bizni qo'llab kelyapti. Naq maydonda ham karxonichi ham tomoshabin sifatida bizni qo'llab kelyapti. Unda bo'lsa, oldi bilan karxonchilarimizni bir tanishtirib o'tsam. Şinjan Bilixyar Elektron Fan Texnik Çəkiliş şirkəti İzdash Kino App Detali Universal Sanat bölümünün mas'uli Şernay Rozi, xush keldiniz. Şinjan Çoğ Ustam Yemeklik Çəkiliş şirkətinin baş lideri Abdullah efendim, xush keldiniz. Şinjan Al-Kumar Məbləğ Siliş Çəkiliş şirkətinin lideri Qasımcan efendim, xush keldiniz. Şanghay Robert Ovqatçilik Çəkiliş şirkəti, yəni Zapcha Store'ның təkliflik mehmini Jingjing Huaying'ni dalay. Şinjan Randala Xalqara Sodi Çəkiliş şirkəti Efrana Girimçiliginin mas'uli Turanqiz Mahmud, xush keldiniz. Jungo Chungchi VGV maşinlərinin Şinjandakı baş vakalatçısı Baojin Maşin Setiş Çəkiliş şirkətinin direktori İlhamcan Kerem, xush keldiniz. Gumanahiya İnaq Aile Yezigilik Taraqqiyat Çəkiliş şirkətinin setiş bölümüdən Nurgül Turdi, xush keldiniz. Şinjan Karvan Məbləğ Siliş Çəkiliş şirkəti Molligirin Abdullarının dövlətimizdəki baş vakalatçısı Lutfullah Azad, xush keldiniz. Şinjan Çingil Biofan Texnik Çəkiliş şirkətinin lideri Yasincan Sulayman efendim, xush keldiniz. Ürümçi Sanam Turmuş Girim Buyumları Çəkiliş şirkətinin lideri Roşangül Emin, xush keldiniz. Ürümçi Yeşil Yapraq Sodi Çəkiliş şirkətinin mas'uli Muhammed Emin İbrahim, xush keldiniz. Şinjan Nazifa Xalqara Sodi Çəkiliş şirkəti setiş bölümünün rayon direktori Ranagül Erşad, xush keldiniz. İtibar Tor Sodi şəhərçisinin qurğucusu Əsqarcan, xush keldiniz. Şinjan Qo'shnur Yuyish buyumlari Çəkiliş şirkətinin birləşmə qurğucusu Abdumecid efendim, xush keldiniz. Programmamızın xas nomini Şinjan Bilixyar Elektron Fan Texniki Çəkiliş şirkəti İzdash App Detali öz üstüge alğan programmamizni teknik və tayyor yeməklik sohasidagi başlamchi korxona Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti alayida talab qilgan. Programmamizni uzundan buyon chash yuyish, chash asrash sohasida bayroqdor bo'lib kelayotgan Şinjan Al-Kumar Məbləğ Silish Çəkiliş şirkəti alayida qo'llagan.
barliq karxanchilarning programmamizni izchil qo'llab berganlarga yana bir qatim rahmatimizni bildiramiz. Unda bo'lsa qizg'in olqishlarimiz bilan sayyora etud guruhini sahnamizda taklif qilamiz. Marhamat. Muzika to'xtalsin. Ekran oldidagi aziz do'stlar, naq maydondagi karxanchilar, ustozlar, ko'rayotganlar Küldür programmamiz alayda qo'llagan Sap muhabbet bu yerda nomli loyiq tunishtirish programmasi. Men bu program orqali sirtlarda temir qap yurgan qiz yigitlarimizdan baxtlik bir oila qurishini, o'ziga yaxshi bir hamroh tepishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Men riyosatchi do'stlar G'ayratdosh Po'lat. Endi programmamizni rasmiy boshlab ketaylik. Undaqda oldi bilan birinchi numurliq qiz mayirimizni sahnaga taklif etaman. Qani, marhamat. Bu yoqda ismi Münevver. O'zi oliy maktabda bitirgan tijoratchi. Men Münevverning o'g'illarning ko'nglidagi sahibchanlar qatorida o'rnalishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Qani, marhamat. Birinci numaralı kız mayırımızdı mı sahneyi taklif edip aldık. Hem de ikinci numaralı kız mayırımızdı sahneyi taklif edelim. Hadi merhaba. Bu yakdan ıslık olsa muhabbet. Özü muhabbetki taşla bir kız. Lekin bir kızın toy kılıp açlaşkan. Halbuki hiç de olmaydı. Sizden özünüzden isim yoksa muhabbetlik bir aileye egi bolsanızda çın kömümden ümit kılıver. Hem de ikinci numaralı kız mayırımızda sahneyi taklif etmem. Hadi merhaba. Bu yakdan ismi Nazaket, özü kablaşkan, kabul, değil geçmişçilik usta. Cayınız kaytan. Endi ben programımızdan oğul mayılarını sahneye taklif etmem. Ondaqda, qani, marhamat. Yetib keldim sahnaga, o'zimga xotin tanlay deb. Meni tanlagan qizlarni baxt qilaman. Yipimga. Bu sahnaga kirishim ota-onamning orzusi. Mal dunyodan ansirmay, kilayversin hammasi. Ma paçaqın tatili. Baqa putlab adamni. Qatnaşmasam qatnaşmay, alamadım qadamni. Qanda? Qani, marhamat. Ondaqda Riyosatchi. Aramış uchaylanma. Shunda qanda? Riyosatchi. Meningcha olganda ma qizlarni almashtirib, tilak sani qilib. Qo'maylar. Ben mush 200 numaralı kızını tanlayman. Naq ko'nglimdek menga uy ketdi. Bo'ldi. Joyingiz qaytar. O'zingiz nakab qolganda his qilyapsiz, ha? Programma bu. Har qanday programma uzishlik tartibi qoidasi bor. Tushundingizmi ya? Yaxshi. Ondaqda programmamizni endi rasmiy boshlab ketaylik. Programmamizning birinchi bosqichi, ya'ni er moyillarimiz, qiz moyillarimizni tanlasanglar bo'ladi. Men tanlay. Men birinchi numaralı qizini tanladim. Bashiraylik ekan. Yaxshi. Ben tanlay. Sen 3. numaralıqni tanla. Shunda qolsam ishkinglar nayt deb ketisizlar. Vahshi. Ham ishkinglarni nayt chiqishib ketadigan deb turibsizlar. Bek gap tutma. Vahshi? Qaysi jihatdan? Hamda helaqa jihatdan eslan. Helaqa jihatdan. Balki siz nazariya jihatdan bekchi bo'lsangiz kerak. Nazariya jihatdan aytganda, u ayol, sen er. Sizlar kim keldi? Ondan olsa 100 numara ne? Ben sana qo'ydim. Ben 200 numara tanlayman. Yaxshi. Anda olsa men qaytay. Ne bo'ldi? Meni tanlash fursati qolmabdi. Endi ma'na tanlash ayaq bilasizlar. To'xta. Xato tushunib qolgan o'xshaysiz. Programmamizda qoidasi bor. U bo'lsa-mu, er moyillarimiz o'zi ixtiyor qilgan qiz moyilni tanlasa bo'ldi. Boshqalar tanlab qo'yganda tanlasangizmi, bo'laverdi. Voy. Shundami?
Unda olsa ben birinci numara... Adaş, birinci numarını ben tanlap buldum. Başkasına. Ha, amisi... Üçüncüsü tanıdı. Ha, yaxshi. Kosma. Oğala erkek. Cevabı buradır. Ama ben programma katlaşkılıyor 10 san oldu. Bir oğalanın mindi tallımıdı. Oğlan kızımın kırık yap koymadım. Öylekiler zoğalamagan boz. Bu programma mı katlaşacağım. Jüre buradır bu. Canım baka. Çayınız qaytın, çayınız qaytın. Ha, qaytın. Ha, birinci basqıçımız nayeti tertiplik, oңuşluq, tempon aleti ahırlaştı. Ondaqda programımızın ikinci basqıçı, yani muayirlerimiz özəңlərinin yaxşı eğitiş talattıqları arqılı qız muayirlerimizға köңül soğuqattırыңlar deb tutsаңlar болады. Ben yetay. Qani. Ha, yaxşı. Какой настрой, ну огню magic, кололарски за спиной, дальний бой, и тот чередой, пусть сыграет совсем. Bo'ldi, joyingiz qayting, joyingiz qayting. Hadi, gelsem tutquluqdan eşekler cimoltan sanmam da. Undamı dep ketmeyli. Bu mu özünün alayligi? Qani siz bir aytib beqin. Ya, aman etmay. Adam jaqqa xizmat qiladi. Eshitmayman, aytaver, aytaver. rahmat, aytma. Ha, aytaver, aytaver. Aman etmay. Amsi bo'ldi, aytma. Unda olsa bir ne aytay, nechap bo'ladi. Qo'yinglar naqsan. Levlerde ot, yürekte çaknar mı be? Tegiş kalsa, ot gider mi? Ya ki cahanha navadı be? Suyuşup kalsa, ot gider mi? Suyuşup kalsan Ama kıykas eyledik. Şundan ya. Canım aka. Oldu sana çıraqlı saklığının saklığın. Oldu saklayın ben. Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, joyingiz qayting, joy. Joyingiz qayting. Yaxshi, yaxshi. Nayt yaxshi, nayt yaxshi. Endi Maytay! sizga mi kelib qolgandi? Haqiqiy naqshini hissiyotliq aytadigan, yangroq ovozning qanday bo'lganini men bir isbotlab. Operator, muzikatlar tayyor oldinglarmi? Men muziksiz aytaman. Tayyor qo'yib. Köyermu chin yuragidim, men sana Oy. Gende köyer olsun. Ben seni Gende Yaxshi. Hissiyat naqshi deganim bunday. Rahmat, rahmat. Chapa chekdingiz, rahmat. Genci numaralı yigit. Vay mening sizdan so'raydigan savolim bor deb so'rasam bularmi? Tepkiqni anglab bakay. Mundaq gap deb qarang. Mening ba'zi odatlarim bor danga. Navoat ishkimiz to'y qilib qolsak, mening ash odatlarimni qabul qila olamsiz? Tamam de. Menchu qarang, kichigimdan bek erkin aynoq cho'ngib qolgan danga. Mush cho'ng yeb, cho'ng ishib, xolg'inimni qilib ko'nib qolgan. Uni ustiga qarang, mush kayfiyatim nochar vaqtlarda do'stlarim bilan tog'larga, bog'larga chiqishga bek amroq. Uni ustiga men pul xarjlashga bek amroq. Shunga siz qanday qaraysiz? Qarang xon.
pulning ishi munchalik ish. Ammo o'ynab, yayrab yursangiz bo'laverdi. Tayoq ko'tara olamsiz? Ya adaşı, bu men qilgan qizlar bunda qo'pollik qilsam qanday bo'ladi? Uning ustiga mushunda chiroyliqini bir qiz to'ttal pul xashlab o'ynab qo'ysin. Nim bo'pti? Ha? Nim bo'pti? Numurluq yigit. Sizdan sor. Müçe turib soray ya. Sizdan sorab baxsam, unda olsa, biz ikkimiz to'y qilib qalsak, siz menga bozordagi markalik, qimmat baholiq kiyim-kechaklarni olib beramsiz. Albatta olib berma, lekin mening bir shartim bor. Voy, nima shart? To'ydan keyin mening gapimni anglamsiz? Voy, jon, sarang, albatta shunday bo'ldi-da. Unda bo'lsa, gap anglang. Olmayli. Qani joyingiz qayt. Riyosatchi, Ha, mening 2 nomerli qizni so'raydigan savolim bor. ha, qani. Sizdan qanday talablaringiz bor? Aroq ichmasligi, tamak chekmasligi, Yana qishini qirmasligi, shundaymi? mening sizga deydigan gapim yo'q. O'g'alo, sizlarga chiroq saqladim, ya, hech qanday talabim yo'q mening. Yaxshi. Programmamızın ikinci basqıçı nəhayət tərtiblik ayaqlaşdı. Hem de programmamızın üçüncü basqıçı, yani oğul maylarımız, hem kız maylarımız özəllər teximi çonqur düşünüş hasıl qilish üçün özərə sualınlar bolsa sorsanlar buludu. Birinci numurluq yigit. Xo'sh. Bo'pti. Men sizning gapingizni anglayib deyli. Naq gap kelayli, qarang. Navadi men siz bilan to'y qilib qolsam, sizning ota-onangizni men o'zimning ota-onasizdek ko'rib xizmatini qilman. Siz mana shunday qila olamsiz? Ma gapni naq joyida qildingiz. Ota-onani hurmatlamaydigan shu qolsa, yelg'o siz ekansiz. Dilrabo bo'lsinmi? Olmayman. Voy, sizning da vijdonliq. Sizdan so'rab baqsam siz nalik? Men qo'lchilik. Voy, menmi qashqalik? Gidaringizni qo'shib olay. Voy, biz hozir tanishgan tursak ma'qul to'xtab turing, ha? Aytgiling, o'zim skanerlay. Ha, bo'ldi. Bu qaçışlığa şu programda düşkende qaçlaşmamsizlar uni. Ben sakin tursam abi. Bu davamlı qatnaşamsizlar ya. Jinim, biz davomli qatnashamdik ya. Voy, canım, siz nimdisiz shu? Bo'ldi. Bu da yaqin turlik undidor paranglashmoqlar bo'ldi. Joyingiz qaytgan. Aslım joyingiz qaytay. Ha, qani, davomlashtirsanlar bo'ladi. 2 nomerlik Ermayir. Men sizdan so'rab baqsam, biz to'y qilib qolsak, kechlar soat 10dan burun uyga qaytib kela olamsiz? Herkes yatak çıkmaydı. Çünkü ben adet öyden talak çıkmayım. Ben kesiki öyden talak çıkışını korkum ben. 3 nomerli aka, ya qiz. Men sizdan so'rab baqsam. Agar aroq ichib kechli uyga sal kech qaytib qolsam, siz ishga taqilib, meni palampayda yotqizmaydigansiz. Galo, sizning oydigan ping-pang. Palampay yo'q. 2 nomerlik Ermayir. Agar biz to'y qilib qolsak, biz tamoq yeyotganda telefon o'ynamay, xizmat qilmay, men ko'ngil bo'lishni xohlamsiz. 3 nomerli qiz. Men sizdan so'rab baqay. Agar biz to'y qilib qolsak, siz o'zingizning ayollik majburiyatini yaxshi qilib, meni xizmat ishimga taqishimsiz, taqashmamsiz. Taqashmayman. Sizning aytishingizga hisob. Gapni anglayman. Xo'p. Sizning mush gapingizlar sizning shaxsiyatchi mas'uliyatsizligingiz chiqib turdi. Hatto siz ayolingiz uchun muhabbatingizni berishga pissiqlik qildiga. 2 nomerlik Ermayir. Men sizni tanladim. İndik benim o ya. Sizni. 3 nomerli qiz. Men sizni tanladim. Rosma? Men manga faqat tushunamadim. Yaxshi. Bizden bugünkü san programımızda kişini hayran kaldırdıgan bir netice payda oldu. O bozumu 3 tüp muhabbetlik yaşla özara kol ilişti. Biz ularga baxt tilayli. Qani. Sizlarga faqat omad yor bo'lsin. Programımız qatnashib o'z baxtlarini topganlardan to'liq xursandmiz. Biz sizlarning to'y bitimlarini intizorlik bilan saqlaymiz.
Bakit Ahmet sizlerge hangi yer olsun? Rahmet. Siz rızkırak buldunuz mu? Beşidil ben sizin talagan dedim bu. Bana kesinlikle işim yoktu. Ben amanda kitap sevmeyim ben. Kanarak dursuz. Nimişka doğrunuz ilvanmaysız, saranmazsız. Muhabbet. Ne kadar taktım ha? Siz sizle ajrashmasam bo'pti ki. Lekin siz bu da layık duruşluğa programı kalışıp beni qo'rg'onimga tegmasliginiz kerakda. Ben sizden g'ururunuz tegiz için bu programma katnaştım. Siz davamlı pul, kişilik münasebet depla ayda mendek bir ayalınızın balkını unutup gettiniz. Hatta ben aldığınız acır şirketini ekelsem işkilenmeyin kul koyuvettiniz bu. Doğru. Ben siz köngül bilip bulamadım. Lekin mening bu nima deb har doim uy bilan mashinaga kelib chiqqan vaqtda üzerine chelka qoqadiganligimni bilamsiz. Men tirishayaptim ha. Mening bu bizning bolamiz bo'lib bo'lguncha o'zimizning nomida bir uy, bir mashinamiz bo'lgan. Sizni texmi yaxshi kunga qilsamkan deb o'ylayman. Lekin har doim pulni deb gapini qilib o'tsak, mehr muhabbatimizdan ayrilib qolganmiz. Meni kechiring. Atışoy. Benim kolum kembekçi olan bəxtim boşundalı ve yaratılmakçı mı? Muhabbet. Beni tanıdınız mı? Galip! Yak. Sattar! Ubu? Muhabbet. Biz ikimiz koluksuz savaktaş. İkimiz bir mektepte okuğa vaktimde ben sizi yaxşı görettim. Lekin aile şaraitim. Bugün iş neticem yaxşı bulmagaçqa ben sizge köngül ısrar kılamığa. Lekin ben yarın sizin keyninize ergişip yürüdüm. Siz toluksuzda toluk oturmaktep geldiniz. Keyninizi ergişip bir amallarla toluk oturuğu vardım. Toluk oturdu Ali mektep kettiniz. Ben ergeçmedim. Çünkü ben imtihanda ötenmedim. Ergeçme. Lekin ben yak yurtlarga berip ticaret kıldım. Pul taptım. Endi sizni baxtli qila olayman deb sizni izlab kelganda siz bu yak bilan to'y qilib qo'yibsiz. Lekin yana bir baxt bor deydi. U bo'lsa o'z yaxshi ko'rgan odamining baxtini. Lekin men sizlarning ojizlikdan xabaringlarni anglab umid solgandim. Bumi hozir barbod bo'ldi. Brother, mümkün bo'lsa buningdagi meni qayta umid qilib qo'ymasam. Agar vaqtni kayniga qaytirib bo'lgan bo'lsa, ben hergiz siz bilan bir maktabda o'qishni tanlamagan bo'lardim. Nayet yaxshi. Bizden bugünkü san programımızda kişinin toluma hayacanı salıdığan güzel hikayeler oldu. Bugünkü programımızda bugünkü sani çokum köp körülüş qitim sanıga ega bo'ldi. Sizlarga baxit omad tilayman. Hadi marhamat. Rahmat. Bugünkü san programımız bir şey yaklaştı. Kelek sanni ko'rishaylik. Acım, neysin ey neysin? Akılın abi sizdek neysin? Fakat oldum benim yakacağım inan. Ay, neredesin? Vallahi yukarı kalkmaz var o, benim aldığımda var o kadar. Otururum ben bir şeydi. Heh? Vey, ha başlık. Ha, ben çakağım bak. Ha, boş. Ay,
geldinglar insanlarım. İzdeş Güldür Güldür programımız arqılıq yana sizlər bilan yüz görüşdük. Əlbəttə biz həm ehra aldığındakı görürmənlərə sizlərlə tanış emas. Güldür Güldür programımızğa izchil özüңlərning esil nomerini ep kelyapsizlar. Yana bir qitim özüңlarni tanıştırib etamsizlar. Ben aktör Erpan Polat. Yaxshimsizlar, men aktyor Erpan Erkin. Yaxshimsizlar, men aktyor Alimja İmam. Yaxshimsizlar, men aktyor Abdug'ini Tursun. Yaxshimsizlar, men aktyor Shamsiya Anvar. Yutan. Yaxshimsizlar ustozlar, yaxshimsizlar korxonchilar. Men aktyor Tangnur. Yaxshimsizlar, men aktyor Nadira To'xtaniyoz. Endi nima uchun Sayyari Itot gruppasi deb ataldik deganda biz anga uzmudik. Lekin mushu netjaylan bir savaqdash o'zimizni bir mushtaq program chiqish jarayonida endi bir nom ketdi ekan. Bu yoq opera o'ymakda ishlaydi. Nadira bilan Shamsiya X Studios'da ishlaydi. Hammalarning xizmat o'rni ayrim. Biz yaqinda Nijat Niyaz Itot gruppasining qo'lliq a'zosi bo'ldik mashqimiz. Hammalarning xizmat o'rni ayrim bo'lg'achqa. Shunga Sayyara balla deb şunu merkezleştirip seyyar deb qo'ydi. Shuni bir Billa o'ynagan vaqtinglarda bu sayyara degan ismni qo'llasizlar. Xo'p, yaraydi. Pek umah aktyorlar abay itotni ko'rib men rasmiy ishchimdan bir teliqib kuldim jumu. Buning vaqaligi bo'lsin, mazmun bo'lsin, o'rindash jihati bo'lsin, shunda bir mukammal o'rindaldi deb o'yladim. Jurat ustoz. Yaxshi bir temani tanlabsizlar. Boshlanishli programmani bir programmadan boshlandı bu iş. Özümüzün programda oturup yeni bir programını gördük. Sizlerin bir maqtashqa arzigidek yeri bu eserde cemi 7 aktör orunlaptı. Bu aktörlerin hemmesi karakterleri iniq bo'lgan, özünki ayrımdan, hatta kiyim kechigiden tatip, yani mijaz xulqigacha farq qo'ygan intayin yaxshi bir obrazlar yaratılıptı. Onun üstüge şundaq Shangchin layık tunuşturuş temizligi bir programın asas qilib, hem de bunun içinde intayin udarlıq, yaxshi bir komediyalarni yasab chiqibdi. Ahirem azroq ta'sirlik bir ailenin hikayelerini davamlaştırıp, uyada ondan yenip gelip yeni komediya bilan oyoqlashtirib ashuna qilibdi. Demak, ko'ngil tushsa intayin yuqori, hali yuqori saviyalik bir itot topdi. Bu itotninki ijodiyatchisi kim o? Erpan senmi? Alimjon. Bu itotni aslida yozgan vaqtda bunday emasdi. Mushtaq bir mazmuni mushtaq bir itotni bir yozgan, lekin toza komediya jihatda qizdamay qolib qoldim. Yazsamda tragediyaga mangdi, yazsamda shuni mangdi. Shuningga bir ilhom izlay deb torlardan itotlarni ko'rib qilgandim. Leoning Minje Yujutanniki artistlar o'ynagan, Vinsong, Song Xiaofenglar o'ynagan mushtaq bir Shangchin itotdan birisi bor ekan. Shuningga shuning qurilmasidan foydalanib, o'zlashtirib, o'zimning ideyasini tiqib, yozib chiqdim. Ishga Erpanjon rejissyorligini qilib, saboqdashtirib chiqarib Müsaade geldi. Yaxshi şu. Qarashliq hele ijodiyat asosimi kuchga hamda demoqchi o'g'lim. Şu oxirda avvalgi ikkisi arayalgan qo'y, jirishib ketgan. Şu ikkisi ningdan keyin qolganlar, hatto riyosatchidan tortib, boshqa obrazdagi tepishib qolgan 1-nomerlik, 2-nomerlik yigit qiz, andan keyin Erpan sen riyosatchi. Sizlar hech qaysinglar tushib ketishinglarning aslo hojati yo'q ekan. Əməliyyatda sizlər bağ meydanının özdə muş ərəyalının hikayəsi, ənanınki bunun ayağını burun yaxşı görgən, o balınınki əslimisi şu hikayələr şu meydanın özdə yüz bərgən bolsa, komediyalik tusumu aşıdıkən toq, təsirçanlığım aşıdıkən toq. Çünki bu obrazlar toluq yaratılıb olub, sizlər tamaşaçılarla əl qılıb oldunlar emasmı? Şunun uçuşluq, hər bir obraz özü uçuşluq gəpni qılğan bolsa, texim qızıb mağıdıkən toq. Həm də keyinçəni pişiqlab işləyməyiz deydiğən xiyalınlar bo'lib qalsa, müştə bir fikir. Şununla sizlarni tabriklaymiz. Bularni Mahir olib qatnashdimi? Taklifdagi aktyormi? Mahir. Anda olsa intayin umid var bir nomer ekan. Sizlarga nomerimni berma. Rahmat sizlarga. Sizlar bilan yana shu Güldür sahnesida ikkinchi qatim ko'rishganligimdan shunchalik xush bo'ldim. Sizlarni ko'rib suyundik. Çünkü aktyorlar sahnede oynayotganda biz bir oturup sizlerle tang aşı o'rindash hissiyotiga kirib ketdi-ku. Bu men o'zim ashunda bir qilishimda huzurlanib, shunda kulib, ham oxirida tas qoldi ko'zimdan yosh chiqib, girmim buzilib ketgili. Ashunda bir hayajon ichida o'tirib ko'rdim.
bizning aktyorlar, yosh aktyorlarimizda umidning borligini mana shu sahnada namoyon bo'ldi. Sizlarning texmi nodir asarlar bilan xalqimizga texmi ma'naviy uzuq berishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Sizlarning hammanglarga har vaqt kasbda texim natija qozonishinglarni tilayman. Rahmat. Bunda yaxshi. Endi bizning kutayotgan narsamiz shu hamda amaliyotda. Shu kuldir programmasida kasbiy artistlar, kasbiy asarlar bo'lgan bo'lsa bak yaxshi bo'ladi. Lekin endi bizning o'ylaganimizdek hamma narsa unda bo'lib ketmaydi ekan. Bir xil madaniyat hodisasining paydo bo'lishi uchun unda qisqa bir mezgilga yetaklash, qisqa bir mezgillik o'rganish kifoya qilmaydi ekan. Men 87-yili aktyorlik kasbiga kirib o'qishga boshlaganda hozirga kelguncha Şinjan sahnelerida drama, opera, teatr kasbining qutquzuvchilari bo'lamiz deb shundoq hozirga kelguncha. Men Avfkamninki ko'nglini bak tushuna olmayman. U bir nima yozilsa tragiya xarakterlik bir narsa yozib solmaydi. O'tgan qatimda aytdim-o, bu o'zi tutanmagan asosda ba'zi ko'ngillarni izhor qilgan. Shu aktyorlarning ko'nglini biz tushunamiz. Baymi dedi, men bir aytib yozsam, bakrak komediyadan chatnab ketib qoldi deb. Sizlarga o'xshash butun bizning shu bugungi vaqtda bir dal kasbiy sapa sifatlik bir aytib chiqsimi, mushumi bir cho'ng bir natija. Mayli Leonardo'lar o'ynagan aytib bo'lsa-mi, biz hozir biz o'rganish bosqichida ketayotgan bo'lg'ashqa ko'p taraflarnilik tajribalarimiz kam bo'lg'ashqa nurg'un narsalarni aytib epizodning, kinoning, televiziya teatrlarining qurilmasidan qiynalib qolamiz. Shu qurilmas mukammal bo'lsa, nima akilib to'sh qilsang, komediya qilsang bo'ladi, tragik xarakterlik narsa qilsang bo'ladi degandekchi. Endi yana bir narsa o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan ma'lum bir ideyani, olg'a surmoqchi bo'lgan bir markaziy ideyani xuddi bugünkidek yig'iga yulab qilgandan, o'tirib qo'ygandan komediyani qamlashtira olsak, komediyaning ichida o'tirib qo'ygan texnik bakroq tegadi. Nimishqa desa, agar komediyaning ichida sen xalqni yig'ilta olsang, bu yomon cho'ng muvaffaqiyat. Chunki komediya tas. Xalq ko'rishga oson. Xalq rohatlanadi uni ko'rsa. Shundan yaxshi ko'rishning sababi shu. Endi komediya faqat yili bilan bo'lib qolsa, bu vaqti qisqa, umri qisqa bir asarga aylandi. Endi agar uningda hech bo'lmaganda bugungi aytotda bir oilaviy mehr muhabbatning mangu uzilmaydiganligidan iborat bir markaziy ideyani kichkina ifodalab qo'ygan Guljamol dedi, men yig'lab sag'altas qoldim deb. Mana bu komediyaning muvaffaqiyati. Komediya quruq narsa emas asli. Umi cho'qim jamiyat uchun xizmat qildi. Ashunda rulova narsada qiyin. Komediyani o'qitish qiyin. Bir bunda qilsang eshib ketib, lozlish qilayotgan, bunda qilsang kuldiranmayotgan yomon nozik narsa. Ko'rguchilarga nisbatan komediya oson tuyuladi. Chunki bir xil rahat bo'lmasa emasmi biz komediya ko'rsak. Tragik xarakterlik narsani ko'rsak, o'zimiz billa azoblanamiz. Boshdan tartib 0 nuqtadan oxirgi vaqtgacha sen bilan tang azoblanib mangmasak, yuqori pallasiga chiqqanda biz yig'layolmay qolamiz. O'shda ta'sirlantirish kerak. Ammo komediyada kuldirib ketib berib, yig'lab qolgan odamlar bor. Kulib etib yig'laydi. Bu nihoyat qiyin narsa. Bugungi o'zinglarning komediyasi bilan tabriklayman. Bizning cho'ng o'zi muvaffaqiyatimiz, sizlarning muvaffaqiyatinglar. Men sizlarni yana ko'rishni xohlayman o'sha sahnada. Hammanglar muborak bo'lsin. Hayotima komediyani ko'rish jarayonidan nurg'un narsalarni his qildim o'zimmi. Ma'voylikqa loyiq turishtirish degan tema hamda bu yaqinqi zamonda paydo bo'lgan bir kasb deymizmi buni? Burunlarda poyezdda tanishib qilib muhabbatlashib er-xotin bo'lgan yoki bir yomg'irda bir yerda birisini qutqizib etib uyga kirib qo'yib, uning qizi bilan unda qarashib qilib, keyin shu mahalliga kelib naqsh etib, uning bilan tanishib qilib. Hamda hozir bu jahon taraqqiy qilib vaqtliq sijil bo'lib ketib, hamma narsa tirissa bo'lib ketgandan keyin ota-onaning qishig'i bo'lmasak bo'lmagan
maktabga bormasak bo'lmagan, xizmat izlamasak bo'lmagan. Bu ish mandaq zishib ketgandan keyin taraqqiyot bizga loyihani maxsus berib kirib, "Men tanlasam bo'lgan, tanlagandek tanlaydigan bu." Qildigan bir muhitni hamda biz o'zimiz shakllantirdik bu jonning taraqqiyotiga bu. Bu temami nihoyat yaxshi bir hozirgi zamonga moslashadigan bir temaning ishidan yana axloqiy nuqtadan yana har xil o'ylamagan taraflardan yana chinlikni, soflikni ifodalab sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu sahnamizda yana oldingi qitimda shunday yaxshi narsalarni ko'rgandik, budan bek esil narsa ko'rdik. Yana bir qitim ko'rishni orzu qilamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ustazning yaxshi baholarini oldik. Hammamizga ayon izchil shu inilsinglarimiz bu Küldür programmamiz qatnashib etod o'ynashlar emasmish, etodining ijodiyatchisi o'zi, rejissyorimi o'zi, o'rindaydigan aktyorlarimi o'zi. Bu jihatda biz cho'qim bularni eliqi maqtashga tegishli bir tarbiya deb qarasak bo'ldi. Rahmat sizlarga inilsinglarim, javob chekdinglar. Hamda naq maydondagi karxonchilar nomeringlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa, qo'lidagi qo'llash taxtasining ko'tasi bo'ldi. Marhamat. Rahmat sizlarga. Albatta programmamizning xas nomini olgan izlash kino abditalining ko'ngil so'zi bor. Xush keldinglar aktyorlarimiz. Sizlarni ko'rib pek xush bo'ldik. Nomeringlarni pek yaxshi ko'rdik. Shaxsan men ko'rib o'tirib kulib tas qoldim, o'rindiqdan chiqib qolg'ali. Pek yaxshi chiqdi nomeringlar. Shirkatimizningki izlash nomidagi izlash kino abditali, izlash tarjimani, shunaqla izlash kirgizgichning 1 yillik 300 yuan qiymatidagi oliy a'zolikni sovg'a qilamiz. Undan boshqa shirkatimiz mana shunday yerlik ijodiy nodir mazmunlarni qo'llaydi. Shirkatimizning yana sizlarga o'xshash aktyorlar bilan tashviqot hamkorlik turimiz bor. Sizlarni davomli qarshi olamiz. Rahmat. Programmamizga alohida talab qilgan cho'ng ustam shirkati. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Bizning cho'ng ustam shirkatining nomidan har bir singliga qizlarning qizbolaga oltin yuzak, to'rtonga kumush yuzak. Buni shu Amin oltin do'konidan amallashtirib olsang bo'ldi. O'zimizniki uningdan boshqa dala yurishlik maslahatlar bor. O'zi qaynaydigan xogo, o'zi qaynaydigan mifan degandek shunday xizmat jarayonida aldirishib ketgan vaqtingizda yeyishga nihoyatda qulaylik. Ashuningdan bir yurishdan sog' qilsam, sog'anni qabul qilsanglar. Rahmat. Yaxshimisizlar, ellarimiz, singillarimiz, etotlaringni ko'rib, intayin xush bo'ldik, ham ta'sirlandik. Shunga sizlarga bizningki Shinjang Al-Xumar mablag' selektsiya shirkati o'zimiz tadqiq bozorga selayotgan shu chach tushini to'xtatadigan, chach o'stiradigan yigitlarimizga bir yurish Al-Xumar markasidagi chach yuz yo'qligidan sovg'at qilsak, yana boshqa singillarimizga bizningki shu yangidan ishlab bozorga solgan Al-Xumar 7 iqlim markasidagi chach yuz yo'qliklari, bada yuz yo'qliklari, chach bo'yoqlari, ham Dilbar markasidagi ter asrash buyumlari bundan sovg'at qilsak, enadan boshqa yana bizniki shu nimaning keyin sahnadan tushganligini aloqalasak, biz 1 yilgacha sizlarningki shu chach asrash aloqalar barliq nimanglar ustimizga olmoqchi. Rahmat, Al-Xumar shirkatining isim sovg'atlariga. Chach tushirish mahsulotlaridan Mağoqşaş o'tkazsanmiz ha? Vaqtni o'childida. Men pul berib chiqirib qo'yarsan, chiqolmayman. Yo'q, boshda bek yaxshi ko'rmayman. Nurg'un yerni ko'ydirib yurib ashta qilyapman. Nomeringizda nihoyat huzurlandik. Rahmat sizlarga. Sizlarga Chindil shirkatimiz ishlab bozorga solgan yuqori kalsiylik oqsil talqini, to'g'is yuqori kalsiylik oqsil talqini, yel kuydish kapsuli, piyoz kapsuli, Chindil ko'z rusiyallashtirish kapsuli qatorliq bir turki mahsulotlarimiz bor. Har biringlar o'zingizga mos keladiganni tanlab, shuni bir yurishdan sovg'at qilsak, qabul qilsanglar. Hammamizni. Inoq oila. Yaxshi bir tarbiyaviy ahamiyati va shundoq bir yaxshi mazmunli gapsizlar. Ustozlar degandek shundoq bir hammamiz suyundik. Ustozlar shunday yaxshi baholarni berdi. Bizning Inoq oila shirkatimizning Inoq oila markasidagi yurishlik mahsulotlarimiz bor. Shulardan sizlarga
bir yürüşten soğat kısam. Hem şununla Kuşap şirket namıdın. Üç inimizga toңlatqıdın. Birden tötten toңlatqı. Üç umaq sınlımga bexatarlik işkabıdın birden üçünü soğat kısam. Kubul kısanla. Rahmet sizlerge. Rahmet. Yeşil yaprak. Örümçü Göğerbağ Soçak şirketimiz Yeşil Yaprak markasındaki yürüşlük sulu yarımlarımızdan quruq eshikka bo'ldigan safarlarda xizmatga ep yurishga qulaylik botulkaliq quruq eshikdan nusxasidan bir yurishdan andan keyin yeşil yaprak sap sulusidan bir yurishdan hammanglarga sovg'at qilamiz. Qabul qilsanglar. Rahmat. E'tibor to'g'ri so'rayapsiz. Sizlarning olib kelgan nomerlarni haqiqatan huzurlandik. Sizlarga e'tibor to'g'ri shaharchimiz nomidan har bir aylang bir yurishdan Xinlikan inzem fermentidan bir ko'ngil so'g'is qilib olgan bo'lsak, yoqtirishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Nazifa. Bugungi nomerlarimiz ayt yaxshi bo'ldi. Nazifa şirketiningki yurishlik chiniqachilarimiz bor. Yangidan bozorga chiqargan Nafisa markamizdagi yana bir yurishlik chiniqachimizni naq maydonga olib keldik. Tanlab o'zinglar yaxshi ko'rgandan bir yurishdan avasanglar. Rahmat. Qo'shniq. Bugünkü numaranglar küldür sahnesindeki en yarkın bir numar buldu deb o'ylayman. Sizlarga bizning Şinjan Qo'shnilar yurish buyumlar cheklanish shirkatining yurish buyumlarga aloqador barliq mahsulotlardan bir yurish sovg'a qilsam, uningdan keyin Qo'shnilar yemaklik taraqqiyot shirkati ishlab chiqargan alayda kesme çöplerden bir yürüyüşten soğuk kılsam. Rahmat. Kabul kılsam. 待会的表现都非常的棒啊，就是演技不错。然后呢，我们赠送那个日本 Autobox 机油、Autobox 刹车片、Autobox 雨刷等产品的消费券100元，每人1张。但是呢，我希望如果有机会的话，我们可以邀请到你们为我们的 Autobox 产品做一次创意的广告。希望你们的合作愉快，谢谢。谢谢。 Yani şu Karvan Meblağlık şirketi namıdan Moligirin Abdullar bilen her biringlarga ayrım asrash mulozim so'q qilsam qabul qilsanglar. Jungo Jongchi VGV. Jungo Jongchi ham Jungo Ig'ir sanoat guruhiningki tarmoqidagi bir kichik tipdagi mashina ishlab chiqargan zavod. Bu VGV tipdagi 7 kishilik bunda yo'ya mashina. Mashinanglar bormi yo'q? Hammanglar olib bo'ldinglarmi? Bir qismlarining bor ekan. Ammaganlarga yana shu sug'urta bilan fujopini qilamiz. Uningdan boshqa hamda singillarimiz oltin uzukdan uchinglarga bir taldan so'q qilsam. Ama inlarimizga yana o'xshash Jungo Jongchininki maxsus loyihalangan üstüdeki maxsus narsa kerak sanduqi. To'tinglarga birdan so'q qilsam. Rahmat, rahmat. Sanan şirketi. Şunda sarxil programına gel 2 yıl qıtınbək yaxşı gördüm. Hem okullarımızın intayin kəsbini suyduğanlığını mən görüp bək təsirləndim rast yapmaqsam. Şununla sizlərə hem de mən Sanan şirketidən bizning çaş östürdigan, çaşni quvvatlaydigan mahsulotlarimizdan biri yurish, andan çaş boyaq, andan çaş supun, andan bizning asalda bilay atirgulda ishlangan badan yurishlik mahsulotlarimiz var yangidan chiqqan. Bak yaxshi umum. Shulardan bir yurishdan so'g'at qilib olsam, qabul qilgan bo'lsanglar. Rahmat. Küldür programımızı anda şunda yaxşı, müştaq görülmələrə müştaq xoşallıqlarını əkeldi. Bu programının əmdə müştaq layiqətlik buluş üçün müşu ustazlarımızın çoğun töküsü var. Anda müşu riyasetçilərinin və xizmətçilərinin çoğun töküsü var deymən. Şulara rəhmət bildiriş üçün biz əsli 5000 yuanlik məqsəd təyarlığan. Əmmanlara şunda soğatsak. Oy rəhmət edəm. Rəhmət. Güzellik səndə ilk tane. Dastlab men yig'ilgan sizlarningki itotinglarda siz yig'iltirayotgan bizni. Alimjon. Alimjon. Undan keyin yana chiqdinglar, ama 3-chi qitim rollab chiqishinglarga deyman. Bu qitimqi nomeringlarni men eng yaxshi ko'rdim. Yig'ilgandan kulgan yaxshi ko'rman. Hammamiz shunday deyman-a. Xo'shalliqni yaxshi. Men o'xshash ekansiz. Shu. Bu qitimqi shu Şemsiye, Tangnur, Nadirem şu sınırımız üç karakterini karamet okuştup yaptı. Hem şu üç canlığa bizdenki hazır en yeni çıkan hem modu buluvatkan
Ən sağlam materiallardan işləyən aşıq 18 xil qapaq surxdan, ondan keyin rəng tüzəş taxtasıdan, sizlərninki səhnə həyatınlar bundan keyin texim parlaq uzun buldu. Hər xil obrazlarni yaratqanda hər xil girim buyumlarga, rəngli girim buyumga ehtiyacınlar buldu. Şu iş sınırındaki basanlar bizdə 5 xil lavsuruqning hər bir xil lavsuruqlarninki bəzilərinin 6, bəzilərinin 12, bəzilərinin 16 xil rəngləri var. Sizlər qandaq xildəki rənglərni həmmə xilidən toluq mən soğuk qılay. Yigitlərimizə bizning şu teri asrash yurishliklərimizdən bir yurish soğuk qılsam, qabul qılgaysizlar. Rahmat, rahmat. Barlıq karxançılarımız sexiydıq bilan özlərinin ən esil kozur məqsadlarını sizlərə soğat qıldı. Əlbəttə bizim bu san proqramımızga özünlər numar tizintib kəpsizlər. Biz çoxum texmi bunundan esil numarlardan birini təklif bilan əgilimiz səhnəyə. Rəhmət sizlərə, cəbət etsinlər. Şadlıq səhnəsi, mehr muhabbət səhnəsi, xuşallıq səhnəsi bolğan izləş küldür proqramımızın bu sani müşahidə axırlaşdı. Kilərsən proqramımız görüşəli, xeyri xoş. 下一期快乐百分百栏目更精彩，再见。